Assalomu alaykum ya ahlan janna. Shunaqa derdilar. Bugun juma kuni sizga bir narsani eslatmoqchiman. 5 ta amal, shu narsani iltimos qilishga harakat qiling. Eng birinchi bo'lib g'usl olishni niyat qiling va u narsani qilish kerak. Bu sunnatga kiradi. Keyingisi toza, chiroyli ko'ylagingizni kiyishni unutmang. Agarda Kahf surasini arab tilida o'qisangiz, Qur'on o'qisangiz, sizning yuzingizdan bir haftalik nur ketmaydi. Agar Kahf surasini o'qa olmasangiz, bemalol eshitishingiz mumkin. Albatta bunga ham ajr bor. YouTube kanalimni qoldiraman. Men juda ham bitta yaxshi sheyxni taniyman. O'shalarni Qur'on o'qishini har doim eshitaman. Juma namoziga oldinroq borish erkaklarga, ayollarga juma namozini o'zingizni uyingizda o'qisangiz ham bo'ladi. Va eng muhimi, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovat aytishni unutmang. Juda ham xursand bo'laman agar kimdir shu videoni ko'rib bu narsalarni qilsa. Assalomu